Men bu safar Free Fire va DLS o'yinini videoga olmoqchiman. Bizning nomimiz 4 kundan keyin yangilanadi. Bu haqida oldindan aytib qo'yay. Obunachilar, yangi nomimiz aytaymi? Aytay. Qiziqdilaringmi? Bizning nomimiz hammasi katta harfda DLS past chiziqcha FF bo'ladi. Chunki ham Free Fire ham DLS haqida olamiz video. Va hozir futbolchi sotib olmoqchiman. Mana bu trap degan varatavonni sotib oldim mana. Mana hozir boraman. Obunachilar, hozir boraman. Assalomu alaykum. Mana tarkibda ham qilib oldik. Endi o'ynaymiz. Mana o'ynaymiz, hozir ketdi. Hozir dada video olib boraman. Obunachilar oldirib qo'ydik. Yo'q, oldirib qo'ydik. Davay, bos gazini, bos. Yo'q, teskari oshirdi. Obunachilar uzr. O'rtog'im Xo'jakbar ham DLS o'ynaydi. U tarkibi yaxshi. Obunachilar boshqatdan kiramiz. To'ytala yana bitta bo'ldi. Bormi? Ya bunga pulimiz yetmas ekan 170 ga yetadi. Sini olib qo'yamiz endi ehtiyot. Simiga qaraymiz. Hozir similar qani simayamiz, qani mana 60 57 ning o'rniga qo'ydim mana. Dada. Mattenlar so'rangan bor ekan. Chiqamiz endi, futbolni boshlaymiz boshqatdan. Futbol. Nomim Xabi Alonso, Gilavit. Yo'q, ulgurmadik. Yo'q. Yet endi yet, yaxshi. Ham Free Fire ham futbol haqida olamiz. Oldindan aytib qo'yay. Yo'q, teskari boshqa joyga oshirdim. Yo'q, oldik. Go! Voy, jichi obunachilar. Nega? Yuguryotasan, yotdi. Yo'q, ololmadi.
Kim Dallas oynasa kommentariga yozib qo'ysin Dallas deb. Like hamda obuna tugmachasini ham bosishni esdan chiqarmanglar. Nega o'shaydi? O varataboni varatabas ekan. Ushlamasin tez formatda. Uy. Yugur. Davay. Kim bo'lsa ham yugur, kim bo'lmasa ham yugur. Gol obunachilar. Zuram. Markus Zuram. Jamoa sardori. Yugur, davay yugurdik. Bitta patket tashlayman, to'plarda bo'lsin-da. Patket tashlayman. Yugur. Yetasin. Yo'q. Hozir obunachilar ularda bo'lsin. Voyda, jicha qol obunachilar. Birinchi taym tugadi obunachilar. Ketdi do'stlar. Qaranglar. Mana patkat. Patkat. Uy, yugur. Almashtiramiz. Erta tashlavyapman. Yaxshi varatabon. Qanday seyf. O'lisha. Jam. Uy, yaxshi trap. Tep endi. Yaxshi yut oldu. Voy daling. Ulgurmadik. Qani. Ayama berardim. Abbo, menga olib chiq. Hozir qaytaman obunachilar. Hech kim yo'q. Tep foradi. Varatabonni to'p. Yo'q. Delasini kim yaxshi ko'radi? Kommentariga yozib qo'ysin. Patket tashlamasak bo'lmaydi bu joyda. Nadadan yellow card. Hozir qaytamiz obunachilar. Obunachilar qaytdim. Offside. Endi offside yo'q demoqchi edim. Offside bor ekan. Öt. Uyatamazmı? Bismillahirrahmanirrahim. Vay. 2 daqiqa qo'shilib berdi. Full time bo'ldi, biz yutdik obunachilar. Wi-Fi chiqmayapti ekan. Hozir qaytaman obunachilar.
Obunachilar men qaytdim. Bitta o'yinga nechta berdi? Alvarez bor ekan, Leo bor ekan, yaxshi. Hayır obunachilar.